narsani apetitniligini qaranglar. Oyim anaqada olib keldilar buni. Umraga borganlarida shuni olib keldilar, ichida naqaligi fistashkali. Apetitni shu. Hali yeb ko'rganim yo'q. Endi yeb ko'ramiz. Mushularga o'xshab oynadan ko'rib o'tiramiz yomg'irni. Yomg'ir yog'yapti. Kampirlarga o'xshab deydi. Qachon tinadi, qachon chiqamiz ko'chaga? Chunki dahshat yomon yog'yapti. Bola вообще chidolmaydi bu bola. Вообще chidolmaydi. Chiqib ketsa-da. Ha? Ochmoqchi setgan. Yomg'ir tinishini kutdik. Hozir ozgina tindi. Bunaqa yomonligini qo'ymayapti, ozgina. No, yana yog'ar ekan o'shanga. Tak, toner suramiz birinchi bo'lib. Novasvitdan. Hidi shunaqa zo'r, yaxshi ko'raman shuni. Dahshat namlantiradi. Увлажнять qiladi. Увлажнять nima edi bilmayman, короче. Ko'p surib oldim. Oxirgi paytda yomon nervini yeb qolman, bilmayman nimaga. Salga jahlim chiqib ketadi. Bolam sal injiqlik qilsa ham jahlim chiqib ketadi, bilmayman nima bo'ladi menga. Lekin baqira bo'lib qolman, baqiraveraman. Bunaqaga o'g'limga ayniqsa yomon to'polon qilsa baqiraman. Oldin unaqa emasdim. Bilmayman nima bo'ldi menga. Asabli tomon bo'ldi menimcha. Gap ko'tara olmaydigan bo'lib qolganman. Shunaqa qilib bilmayman menga nima bo'lyapti. O'zimga o'zim yoqmayapman. Bunaqa xarakterim yoqmayapti. Psix bo'lib qolganim yoqmayapti, gaplar yoqmayapti har xil. Вообще. Bu bola qo'limdan tushmayapti. Qarab turadi nima qilayotgan. Jonim mana. To'polonchi bo'lsa ham yaxshi ko'raman baribir. Jonim mana. No. Yucky. Don't eat that. Shunaqa gaplar. Hozir baribir ko'chaga chiqib ketaman. Busiz iloji yo'q. Chunki uyda o'tirib olmaymiz biz har kuni. O'zi 2 mahal 3 mahaldan chiqamiz. 2 kundan beri yomg'ir yog'ayotganiga shunaqa bo'lib qoldi. Zerikib qoldi. Короче, bugungi planlar o'g'limni aylantirishga olib chiqish, o'sha zakrytый batutga olib borish. Undan keyin kelib cho'miltirib, ovqatlantirib, uxlataman, keyin adasi kelgandan keyin o'zim zalga chiqaman. Stresslarimni ketkazishga. Chunki men zalga chiqyapman. Zalga chiqayotganim menga yordam beryapti. Biz наконец-то ko'chaga chiqib oldik. Yomg'ir tindi. No, yana boshlanadi. Так что qushlarga xayr deyapti. Aytganimda anaqaga olib boraman. Zakrytый batutga. Chunki babi yomg'ir yog'adi o'shanga. Hamma joy ho'l bo'lyapti. Hozir shaq ketyapmiz. Biz o'g'lim bilan yo'lda yana Dunkin Donutsga kirdik. Sendvich bilan ichimlik. Qornim ochib qolgan shunga. Ichimlik. Ana marojniyda tortlar sotishadi. Baskin Robbins O'zbekistonda ham bor. Знаменитый bренд bu. Hamma tortlar marojniydan. Yes, o'zini marojniysi. Sendvichimni oldim. Hozir yeb ketamiz. O'g'lim bilan. Bizda tushunarsiz havo bor. Bir qarasanglar quyosh chiqib ketadi, bir qarasanglar yomg'ir yog'adi, вообще непонятно. Oyog'imdan yasasizlar. Va уже pul to'lab oldim. $15 bir soatga. Bunaqa braslet taqishadi, soat yozib qo'yishadi mana.
2da chiqib ketamiz. Chunki bir bo'lsa. Bitta ichimliklar ham sotishadi narsalar. Mazza qilamiz hozir. Hech kim yo'q. Let's go bolam. Come on. Hey Kari, let's go. Men yozilayotganimizni unaqa ko'p ola olmadim. Ko'rgan bo'lsanglar forma beradi. O'sha formani to'ldirasizlar. Bolalarning oti, yili, o'zingizlarning otinglarni yozasizlar. Keyin sizlarga mana shunaqa braslet beradi. Yo, unaqa nechida chiqib ketishinglarni, nechigacha bo'lishinglarni. Men 1 soatlik oldim. O'zi 1 soatdan ko'proq olsanglar ham bo'ladi. 1 soatda $15. Bizga 1 soat yetadi. Shuning uchun 1 soat oldim. Ikkinchi playgroundga olib bormoqchi edim. U yoqda 1 soatga $35. Вообще ужас. $35 ga nima qiladi? O'tni qaranglar, qanaqa uyutni, chiroyli joy. Uyimizga unaqa uzoq emas uyimizda. Go up. Up, up, up. Up, up. Mazza qilyapsizmi bolam? Va qaranglar, biz qanaqa tunnel topib oldik. Batut ichida bekinadigan joylar. Bunaqa kichkina, anaqadan dumalot eshigidan kirib ketdik. Qayerda o'ynayotgandik o'zi. Aha, let's go. Ishxonacha topib oldik, qaranglar, kichkinagina. Shaysalar ekan. Idish tovolari, hamma narsasi. Ana eskicha telefonni qaranglar. O'zim ham yosh bolaman deb hali ham bor. Men bu yerda, короче, tug'ilgan kun qamoqchi bo'lsanglar, shu yerda tug'ilgan kun qilishadi, qavatdagina joy. Kichkina stulchalar bilan. Qaranglar, Dyson'ning pылесосы детский. Zo'ra, o'xshaydi originalga. Ovozi ham chiqadi. Zo'r qilib qo'yishibdi. Ranglarni qaranglar, chiroyli tanlangan-a? Ana, настроение ochadigan. Naryoqda qaranglar, gamburgerli. Bunaqa yostiqcha qo'yib qo'yishibdi. Endi men yoshligimda bunaqa narsalarni ko'rmaganman-da, to'g'risi, o'shaning uchun men ham mazza qilaman shu bolalarni olib kelsam. Bitta mazza qilib sakraydigan joy, faqat kattalar mumkin emas. Mana yozib qo'ygan. No adults deb, kattalarga mumkin emas deb. Xonani ko'ryapsizlarmi? Ozgina bespорядок-a. Hozir erinmasdan mana уже qo'yishni boshladim, qaranglar. Qayerga borsam yig'ishtirib beraman boshqa. Bilmayman nimaga bunaqaman. O'zi meni ishim emas. Yig'ishtirib beraman qayerga borsam to'g'ri. Mani o'g'lim o'zimga o'xshagan. Yig'ishtiradi, qaranglar. O'ynab bo'lgan o'yinchoqlarni yig'ishtirib qo'yapti. Jonim mani. Kostyumchilarni qaranglar, hammasi katta bolalarga ekan. Doktorga mana bu xalqniki, bir baloniki, qizlarniki ko'p ekan, короче. Mana prinsessalar har xil. Bizning qornimiz ochib qoldi. Boyagi sendvich yeyapmiz. Короче, yana 1 soatga qo'shtirdim. 3 da ketadigan bo'ldik. Hali 2 bo'lganiga soat. 1:52. Yana 1 soat qo'shtirdim. Arzonroq berdi bu safar. Boshida kirayotganimda $15 edi, hozir atiga $7 to'ladim. Bitta suv oldim $1 ga, и все. $8 to'ladim. Qanday yaxshi. Mana bitta uголок topib oldik tepada. Mazza, hech kim yo'q bu yerda. Hamma pastda o'ynayapti. Tepaga chiqishmas ekan ham. Uychani qaraydi, uychani. Asal. Pikabo. Ish qilib men charchamayman. Bu mazza qotdi. Men o'zi charchadim, to'g'risi. 2 soat ko'p yiqilar ekan. Baketda. Tuvaletga kirish
ishga erkaklarga отдельно, ayollarga и детский отдельно anaqa qo'yib qo'yishadi oyoq kiyim. Sizlar kiramiz kiyimga. Yo'lib ko'ramiz qani tozamikan. Tak. Top-toza, hidlari ham zo'r, свежий. Azametdan almashtiraman. Keyin ko'chaga chiqib oldik. Endi magazin keldi yonidagi. Ana o'tgan safar marojniy oldim-ku, Mangoli. O'sha magazin kirdik. Hozir bu yerdan kokosovый anaqa olamiz, suv olamiz. Chunki faqat mashitda yaxshi narxda sotishadi. Yomon sasiydi, shu magazin bor, baliqlarni sotishadi, naryoqdan ko'rasizlar. Svejiy baliqlarni. Sasiydi. Xitoyliklar har xil narsalar yeyishadi-ku, yoqtirmayman. Shunaqa narsalarni hidi keladi, sassiq ko'rsataman hozir. Mana shu Foco brendini har xilini chiqarishdi mana. Mana bu Ice Tea, по-моему. Men buni ana kuni ichib ko'rdim. Bambukka anaqasidagi. Mazasi shirin, mangoligi bor ekan, guavali bor ekan, lichili bor ekan. Buni ham ichganman, rosa yoqadi. Buni bizga kokosli kerak, kokosli foydali. Ayniqsa bugun zalga chiqaman. Zalga olib ketaman shuni kichkinasini. Onsondek. $1.79 qaranglar, zo'ra. Stoyt. Mana shunaqa narsalar sotishadi. Ana qaranglar, trey. Yuribdi. G'alati bo'lib ketdim, tarakanlarga o'xshaydi. Biz bunday narsalar yemaymiz, xudoga shukr. Ayoqda ilonga o'xshagan narsalarni. Mana shularni ham yemaganman. Yeb ko'rmayman ham. Chunki bilaman bular isqurt bo'ladi. Ana qimillashyapti. Biz ko'chadagi parkka chiqdik. Polni charchadik, keyin kirib uxlaydi. Mayli уже, kirib bo'lsalar ham cho'miltiraman. Yey, davay. Yey! Qo'lda tushamayapsiz, a? Uh-oh. Bye. Bye. Come on, baby. Давай. Canım benim. Shunaqa katta parkka keldik. Bu ham где-то 20 minutlik yo'l uyimizdan. Zato maza qotdi o'g'lim bugun. Ketma-ket parklarga borib. Men bo'lsa o'tirman bitta. Hozir o'tirdim, to есть. Birpas o'ynasin, charchasin, keyin ketamiz uyga. Keyin men o'zim ishlarim bor. Adasini kutaman-da. Adasiga buni tashab, keyin o'zim zalga ketaman. Men endi kiyinib chiqdim. Bolamni ovqatlantirib. Erim keldilar işte. Mana buni boyagi kokosli sok. Iman anaqaga ketyapman. Zalga. Xudoga shukr. Xursandman. Dam olaman birpas. Uyga kelganimizdan keyin o'g'lim maza qilib uxladi 2 soat. Men uxla olganim yo'q. Taksida, kompyuterda ishlarim bor edi. Bir ikkita narsalarni topishim kerak edi, shunaqalar ishlarimni qildim. Birpas yotdim, lekin uxlamadim. Mana men zalga keldim. Qaranglar, ko'pligini. Вообще kech keldim-da o'zi. Обычно ertalab kelaman, vaqtli. Odam kamroq bo'ladi. Hozir вообще ko'p ekan odam. Qaranglar. Razdivalkaga kirib ketyapman. Bu yerda mumkin emas olish. Suvim kam edi. Hozir suv to'ldirib olamiz. Filtrdan. Mana. Hozir ochib oling.
keyin kirdim. O'g'limga narsa olishim kerak bunaqa. Shuni oldim. Tursiga qarayapman. Tursiga o'rgatmoqchiman. Faqat pampersda yuravermaydi-yu, o'shanga ham. Tursiga qarayapman. Пока что ambulatchikga oldi. Normalniga o'xshaydi. Так, главный paxtam ekan qarash kerak shunga. Mana yerda yozgan. 100% da paxta ekan. Shuni olamiz. Так, o'g'limga men snacklar olmoqchi edim. O, как раз borka mana. Mashinasida olamiz. Ochiqmi? Mana, mashinasida olamiz. 26-yilgacha turar ekan. Qo'limda narsa ko'payib ketdi, qaranglar. Shuncha narsa olib ketyapman. O'zi ikkita narsa kirganman. Qarzini ham olmaganman. Pastga tushish kerak endi.